Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Uzmotiv kanalini ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi mavzuyimiz video sarlavhasida ko'rib turganingizdek Koreyadagi o'zbek milliarderlar. Ya'ni o'z mavsumida 30 ming dollargacha pul tushira oladigan ish tarvuzish haqida bo'ladi. Kanalimizdan uzoqlashmang va obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qani ketdik unda. Janubiy Koreyada tarvuzlar mana shunday issiqxonalarda yetishtiriladi. Bizning o'zbek o'g'lonlari esa hosilni yig'ishda yordam berib, o'zlari uchun ham yaxshigina daromad qilib olishadi. Bu ish mavsumiy bo'lib, may oylaridan avgust oylari o'rtalarigacha davom etadi. Ishga keladigan bo'lsak, bitta aravaga 22 tadan 26 tagacha tarvuz solinadi va issiqxona tashqarisiga olib chiqilinadi. Tashqarida esa bitta odam tarvuzlarni kamazga ortib beradi. Bir jamoada 4 yoki 5 tadan odam bo'lib, bir kamazni to'ldirish bay bo'ladi va u 350 dollar atrofida kelishilinadi. Bir kunda 4 tadan 6 tagacha kamaz yuklash mumkin. Bu ishda ishlash uchun odamda juda katta sabr va kuch talab qilinadi. Chunki issiqxona uzunligi 100 metrgacha bo'lib, yozning issiq kunlarida u yer naq jahannamga aylanadi. Har yerni qilma orzu, har yerda bor toshu tarozi deganlaridek, bu ishning ham o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Bunday og'ir mehnatlar qilmasdan turib ham, uydan chiqmasdan turib ham, oddiy telefon, kompyuter orqali ham kuniga bundan ko'ra ko'proq daromadga ega bo'layotgan odamlar ham yo'q emas hayotimizda. Shunday ekan, asosiysi maqsad bo'lsa, unga yarasha harakat bo'lsa bo'lgani. Sizlarni maqsadinglar sari olg'a qadamlar tashlashda omad tilab qolib, ushbu videoga yakun yasaymiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.